Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men 40 yoshdan 35 yoshgacha, 35 yoshdan oshgan o'zbekistonliklar uchun juda muhim, hatto og'riqli bo'lishi mumkin bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Kimdir hozir ishlayapti, kimdir pensiyaga yaqinlashgan, kimdir pensiya olmoqda, kimdir esa ota-onasining hujjatlari bilan shug'ullanyapti. Avgustdan boshlab ko'pchilik odamlar uchun eng katta muammo bitta bo'ladi. Hujjatlar, ish staji, rasmiy daromad, qarzdorlik va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha tekshiruvlar kuchaygan sari. Kecha hammasi joyida deb yurgan odam bugun pensiya, nafaqa, kredit, kommunal to'lov yoki bank kartasi masalasida noqulay vaziyatga tushib qolishi mumkin. Iltimos hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu yerda qo'rqitish uchun emas, sizni oldindan ogohlantirish va pulingiz, huquqingiz, pensiyangizni asrab qolish uchun gapiryapman. Oldin ko'pchilik odamlar bir narsaga o'rganib qolgan edi. Men ishlaganman, hamma biladi, demak pensiyam chiqadi. Men uyda yashayman, kommunalni keyin to'layman. Kartamga pul tushsa, xohlagancha ishlataman, hujjatim eski bo'lsa ham bo'laveradi. Mehnat daftarcham bor-ku, shu yetadi. Lekin hozirgi tizim borgan sari qog'oz gapga emas, elektron ma'lumotga qarayapti. Men ekspert sifatida ko'p ko'radigan eng katta muammo shuki, odamning hayoti davomida qilgan mehnati bor. Lekin u mehnat davlat bazalarida to'lib ko'rinmaydi. Natijada odam ittakisi 6 yoki 13 yoshga kelganda pensiya rasmiylashtirishga boradi. Lekin unga sizning stajingiz yetarli ko'rinmayapti. Bu yillardagi ish joyingiz tasdiqlanmagan. Ish haqi ma'lumoti yo'q. Arxivdan ma'lumot olib keling. Pasport yoki ID ma'lumotlaringizda nomuvofiqlik bor deyishadi. Odam esa hayron. Men 30 yil ishladim-ku. Endi nimani isbotlayman? Yomon xabar aynan shunda. 1 yoshdan keyin hujjatlardagi har bir xato, har bir norasmiy ish yili, har bir to'lanmagan qarz, har bir eski ma'lumot keyinchalik pulga aylanadi. Ya'ni yo pensiya kamayadi, yo rasmiylashtirish cho'ziladi, yo bank kartasiga cheklov tushadi, yo nafaqa to'xtab qoladi, yo biror xizmatdan foydalanish qiyinlashadi. Hozir davlat idoralari, banklar, soliq, kommunal, pensiya va ijro tizimlari o'zaro ko'proq bog'lanib boryapti. Bu bir tomondan yaxshi, korrupsiya kamayadi, navbatlar kamayadi, odamlar hujjat tashib yurmasligi kerak. Lekin ikkinchi tomondan bazada xato bo'lsa yoki qarzdorlik chiqib qolsa, tizim sizning og'zaki tushuntirishingizni emas, bazadagi raqamni ko'radi. Asosiy qism bit nimalarni bilish kerak, kim xavotir olishi kerak. Kim kamroq xavotir oladi? Birinchi navbatda 40 yoshdan oshgan har bir odam o'z ish stajini tekshirtirishi kerak. Nega aynan 40 yoshdan? Chunki 40 yoshdan keyin pensiya haqida o'ylash kech emas, aksincha eng to'g'ri vaqt. 55-60 yoshga borganda arxiv izlash, eski korxonani topish, yopilib ketgan tashkilotdan ma'lumot olish juda qiyin bo'ladi. Masalan, bir erkak 1989 yildan 2005 yilgacha zavodda ishlagan. Keyin 2005 yildan 2015 yilgacha bozorda savdo qilgan, lekin rasmiy ro'yxatdan o'tmagan. 2015 yildan keyin yana rasmiy ishga kirgan. U o'ylaydi, men butun umr ishladim. Hayotiy tomondan to'g'ri. Lekin pensiya hisobida faqat hujjat bilan tasdiqlangan davrlar hisobga olinadi. Zavod yillari arxivda chiqsa yaxshi. Bozordagi 10 yil esa agar rasmiy soliq, patent, yakka tartibdagi tadbirkorlik yoki boshqa tasdiq bo'lmasa, stajga kirmasligi mumkin. Natijada odam kutgan pensiya bilan tayinlangan pensiya orasida katta farq paydo bo'ladi. Ikkinchi misol, ayol kishi 20 yil maktabda ishlagan, keyin farzand tarbiyasi, uy ishlari, qarindosh parvarishi bilan band bo'lgan. Pensiya yoshiga yaqinlashganda ma'lum bo'ladiki, ayrim yillar mehnat daftarchasida bor, lekin elektron bazada to'liq ko'rinmaydi. Maktab nomi o'zgargan, tuman bo'limi arxivga topshirgan. Arxivda esa familiya nikohdan oldingi familiya bilan turibdi. Agar u buni oldindan tekshirtirmasa, pensiya rasmiylashtirish vaqtida bir necha oy sarson bo'lishi mumkin. 3-misol. 65 yoshdan oshgan pensionerning bank kartasiga pensiya tushadi. U kommunal qarz, aliment, sud qarori, kredit yoki jarima bo'yicha qarzdor bo'lib qolgan bo'lsa, ayrim holatlarda majburiy ijro hujjatlari sababli kartadagi mablag'ga cheklov tushishi yoki ma'lum qismi ushlab qolinishi mumkin. Odam, bu mening pensiyam-ku, nega tegishyapti deb ranjiydi. Lekin tizimda qarzdorlik bo'lsa, avval shu masalani aniqlashga to'g'ri keladi. Shu sababli men doim aytaman, pensiya kartasiga pul tushishni kutib o'tirmang. MIB, bank, kommunal va soliq qarzdorliklarini oldindan tekshirib boring. Birinchi guruh
norasmiy ishlaganlar, qurilishda, bozorda xizmat ko'rsatishda, xususiy ustaxonada, taksida, mavsumiy ishlarda ko'p yil ishlagan, lekin rasmiy shartnoma, soliq to'lovi yoki ish staji bo'lmagan odamlar. Bu insonlar real hayotda juda ko'p mehnat qilgan bo'lishi mumkin. Lekin pensiya tizimi mehnat qildim degan gapni emas, hujjatni ko'radi. Ikkinchi guruh mehnat daftarchasi yo'qolgan yoki eski korxonasi yopilib ketganlar. Ko'pchilikda mehnat daftarcham uyda turibdi degan ishonch bor. Lekin daftarchadagi muhr o'qilmasa, yozuv xato bo'lsa, buyruq raqami bo'lmasa yoki tashkilot arxivga topshirmagan bo'lsa, muammo chiqadi. Uchinchi guruh familiya, ism, otasining ismi o'zgarganlar. Ayniqsa ayollarda nikohdan oldingi va keyingi familiya farqi, pasportdagi bitta harfning boshqacha yozilishi, tug'ilgan sana yoki joydagi xatolar keyin katta muammoga aylanadi. Masalan, mehnat daftarchasida Gulnora deb yozilgan, pasportda Gulnora bo'lsa, oddiy ko'ringan bu farq ham qo'shimcha tasdiq talab qilishi mumkin. 4-guruh kredit, soliq, aliment, jarima yoki kommunal qarzdorligi borlar. Ayniqsa 40-65 yosh oralig'ida ko'pchilik bolalarning to'yi, uy ta'miri, davolanish, avtomobil yoki biznes uchun kredit oladi. Kredit vaqtida to'lanmasa, foiz, penya, sud xarajatlari qo'shilib ketadi. Keyin bank kartasi, ish haqi, pensiya yoki boshqa kirimlar bo'yicha cheklovlar paydo bo'lishi mumkin. 5-guruh ijtimoiy nafaqa, moddiy yordam, nogironlik pensiyasi yoki parvarish puli olayotganlar. Bu to'lovlarda oilaviy daromad, mulk, yashash manzili. Nogironlik guruhi, tibbiy xulosa, bolalar soni kabi ma'lumotlar muhim. Agar bazada o'zgarish bo'lsa, to'lov qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Kimlar kamroq xavotir oladi? Rasmiy ishlagan. Har oy soliq va ijtimoiy to'lovlar to'langan, hujjatlar tartibli, qarzdorligi yo'q, ID va bank ma'lumotlari yangilangan odamlar nisbatan tinchroq bo'lishi mumkin. Lekin baribir tekshirish kerak. Chunki xato faqat odamdan emas. Ba'zan eski korxona, arxiv, bank yoki bazadagi texnik novofiqlikdan ham chiqadi. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi tuzoq, mehnat daftarcham bor, demak hammasi tayyor. Yo'q, har doim ham unday emas. Mehnat daftarchasi muhim hujjat, lekin undagi har bir yozuv aniq, o'qiladigan, muhrlangan, buyruq bilan asoslangan bo'lishi kerak. Agar korxona nomi noto'g'ri yozilgan bo'lsa yoki muhr bosilmagan bo'lsa, arxiv ma'lumoti so'ralishi mumkin. Ikkinchi tuzoq, men o'zimni o'zi band qilganman, demak stajim avtomatik yuradi. Bu masalada ham ehtiyot bo'lish kerak. O'zini o'zi band qilish, yakka tartibdagi tadbirkorlik yoki boshqa faoliyat turlari bo'yicha qaysi davrlar qanday hisobga olinishi, to'lovlar amalga oshirilganmi, ro'yxat faolmi, soliq majburiyatlari bajarilganmi, bularni alohida tekshirish kerak. Faqat ro'yxatdan o'tib qo'yish yetarli bo'lmasligi mumkin. Uchinchi tuzoq. Men chet elda ishlaganman. Shu ham stajga kiradi. Chet eldagi ish masalasi murakkab. Qaysi davlatda ishlagansiz? Rasmiy shartnoma bo'lganmi? Sug'urta to'lovlari qilinganmi? Ikki davlat o'rtasida qanday kelishuvlar bor? Hujjatlar tarjima va tasdiqdan o'tganmi? Bularning hammasi muhim. Masalan, odam Rossiyada yoki Qozog'istonda 8 yil ishlagan bo'lishi mumkin. Lekin qo'lida faqat eski propiska yoki kirib chiqish muhri bo'lsa, bu yetarli isbot bo'lmasligi mumkin. 4-tuzoq. Kommunal qarz kichkina hech narsa qilmaydi. Kichkina qarz vaqtida to'lanmasa, ustiga penya, sud xarajati yoki ijro xarajati qo'shilishi mumkin. Ayniqsa uy egasi vafot etgan, lekin hisob raqamlari hali eski egasida turgan xonadonlarda muammo ko'p bo'ladi. O'g'il yoki qiz uyda yashayapti, lekin gaz, elektr, suv yoki chiqindi to'lovi marhum ota nomida turibdi. Keyin qarzdorlik chiqqanda kim to'lashi, kim javobgar bo'lishi bo'yicha tortishuv boshlanadi. 5-tuzoq, bank kartasini boshqa odamga berish. 65 yoshdan oshgan ko'p ota-onalar pensiya kartasini farzandiga, nabrasiga yoki qo'shnisiga berib qo'yadi. Pul tushsa, olib kelib berasan deydi. Bu juda xavfli. Kartadan kredit to'lovi, onlayn xarid, pul o'tkazma, noma'lum ilovalarga ulanish bo'lishi mumkin. Keyin pensionerning o'zi men qilmaganman deb isbotlashga majbur bo'ladi. PIN kod, SMS kod, bank ilovasi parolini hech kimga bermaslik kerak. Hatto yaqin odam bo'lsa ham ehtiyot bo'lish zarur. 6-tuzoq, telefon raqami eskirgan bo'lishi. Ko'p xizmatlar telefon raqamiga bog'langan. Agar siz bankdagi, soliqdagi MyBankov, UZDagi yoki pensiya ma'lumotlaringizdagi raqamni almashtirgan bo'lsangiz, yangilamagan bo'lsangiz, xabarnomalar boshqa joyga ketishi mumkin. Jarima, sud chaqiruvi, qarzdorlik ogohlantirishi, bank xabari kelmay qoladi.
Odam esa menga hech kim aytmadi deydi. Afsuski, tizimda eski raqam turgan bo'lsa, bu sizga zarar keltirishi mumkin. 7-tuzoq, meros va mulk hujjatlari. 40-35 yoshdagi odamlarning ko'pi ota-onasidan qolgan uyda yashaydi. Lekin kadastr, meros, soliq, kommunal hujjatlar hali rasmiylashtirilmagan. Bu masala yillar davomida cho'ziladi. Keyin uy sotish, garovga qo'yish, subsidiya olish, kommunal hisobni o'zgartirish yoki qarzdorlikni aniqlash kerak bo'lganda hamma narsa bir joyda tiqilib qoladi. 8-tuzoq, tibbiy hujjatlar, nogironlik guruhi, parvarish puli, mehnatga layoqatsizlik, sanatoriy yo'llanmasi, dori imtiyozlari kabi masalalarda tibbiy hujjatlar to'liq bo'lishi kerak. Ko'rik muddati o'tib ketsa, shifokor xulosalari yangilanmasa yoki kerakli tekshiruvlar qilinmasa, to'lov yoki imtiyoz vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, hujjat papkasi tayyorlang. Oddiy papka bo'lsin, ichiga pasport yoki ID nusxasi, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjat. Mehnat daftarchasi nusxasi, diplom, harbiy bilet, eski ish joylaridan ma'lumotnomalar, soliq va tadbirkorlik hujjatlari, bank va kredit shartnomalari, kommunal shartnomalar nusxasini soling. Hujjatlar tarqoq bo'lsa, muammo chiqqanda vaqt yo'qotasiz. Ikkinchi qadam, ish stajingizni oldindan tekshirtiring. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz yoki davlat xizmatlari orqali ma'lumotlarni tekshirishingiz mumkin. Mening pensiyaga ta'sir qiladigan ish stajim bazada qanday ko'rinayapti deb so'rang. Agar ayrim yillar ko'rinmasa, darhol arxivga so'rov bering. Uchinchi qadam, arxiv ma'lumotlarini yig'ing. Eski ish joyingiz yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qiling. Arizaga ish joyi nomi, ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, taxminiy buyruq sanalari, eski familiyangiz bo'lsa, uni ham yozing. Masalan, men 1990-yildan 1909-yilgacha falon korxonada tikuvchi lavozimida ishlaganman. Shu davr bo'yicha ishga qabul qilish, ishdan bo'shatish va ish haqi ma'lumotlarini berishingizni so'rayman. Qanchalik aniq yozsangiz, javob olish osonroq bo'ladi. 4-qadam, qarzdorliklarni tekshiring. Bank krediti, IMIB, soliq, kommunal jarimalar bo'yicha alohida tekshirish kerak. Menda qarz yo'q deb o'ylash yetarli emas. Ba'zan eski telefon raqami, eski avtomobil, eski uy, kafillik yoki unutilgan jarima sababli qarzdorlik chiqadi. Ayniqsa kafil bo'lgan odamlar ehtiyot bo'lsin. Bir qarindoshga kafil bo'lgansiz, u to'lamagan bo'lsa, muammo sizga ham kelishi mumkin. 5-qadam, bank kartalaringizni tartibga keltiring. Ishlatmayotgan kartalarni yoping yoki o'z bankdan holatini tekshiring. SMS xabarnomani o'zingiz ishlatadigan telefon raqamiga ulang. Bank ilovasida begona qurilmalar ulangan-ulanmaganini tekshiring. Pensiya kartasi bo'lsa, uni boshqa odamga bermang. Agar farzandingiz yordam berayotgan bo'lsa ham, har bir yechilgan pul bo'yicha xabardor bo'ling. 6-qadam. Telefon raqami va yashash manzilini yangilang. Davlat xizmatlari, bank, soliq, pensiya, kommunal xizmatlarda qaysi raqam turganini aniqlang. Agar raqam almashtirilgan bo'lsa, yangilang. Yashash manzilingiz o'zgargan bo'lsa. Ro'yxat, kadastr, kommunal va bank ma'lumotlarida ham mos kelishiga e'tibor bering. 7-qadam, mulk hujjatlarini tekshiring. Uy, yer, avtomobil, meros bo'yicha hujjatlar kimning nomida? Soliq kimga chiqyapti? Kommunal hisob kimning nomida? Kadastrda maydon to'g'ri ko'rsatilganmi? Agar uy marhum ota yoki ona nomida qolgan bo'lsa, meros masalasini ortga surmang. Notariusga boring, meros hujjatlarini rasmiylashtiring. Keyin kommunal va soliq hisoblarini to'g'rilang. 8-qadam, tibbiy hujjatlarni tartibga soling. Agar nogironlik guruhi, parvarish, doimiy dori-darmon, reabilitatsiya yoki boshqa imtiyozlar bo'lsa, muddati qachon tugashini yozib qo'ying. Shifokor ko'riga oxirgi kunda emas, oldindan boring. Tahlillar, xulosalar, epikrizlar, kasallik tarixi nusxalarini saqlang. 9-qadam, har bir murojaatni yozma qiling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Pensiya bo'limiga, arxivga, bankka, kommunal xizmatga yoki MIBga borganingizda ariza yozing, kirim raqamini oling. Agar javob berishmasa, keyin sizda isbot bo'ladi. Arizada qisqa va aniq yozing. Men falon masala bo'yicha ma'lumot berishingizni so'rayman. Qarzdorlik asosini tushuntirib berishingizni so'rayman. Bazadagi xatoni tuzatishingizni so'rayman. 10-qadam. Shubhali xabarlarga ishonmang. Avgustdan hammaning pensiyasi to'xtaydi. Kartangiz blok bo'lmasligi uchun kod yuboring. Imtiyoz olish uchun oldindan pul to'lang.
pensiyangizni oshirib beraman degan gaplarga aldanmang. Davlat organlari sizdan telefon orqali SMS kod so'ramaydi. Hech kimga kod bermang. Plastik karta rasmini yubormang. Pasport nusxasini noma'lum odamlarga tashlamang. Men tavsiya qiladigan eng oddiy reja shunday. Bugun hujjatlaringizni yig'asiz. Ertaga bank va qarzdorliklarni tekshirasiz. Keyingi hafta pensiya stajingiz bo'yicha ma'lumot olasiz. Bir oy ichida arxiv va mulk hujjatlarini tartibga keltirasiz. Bu ishlar zerikarli tuyulishi mumkin. Lekin keyin bir necha million so'm yo'qotishdan yoki oylar davomida idora yurishdan saqlaydi. Azizlar, avgustdan keyingi davrda eng katta xavf shuki. Tizimlar qattiqlashgani sari tartibsiz hujjat, yashirin qarz, norasmiy ish yillari va eski ma'lumotlar odamning cho'ntagiga bevosita ta'sir qiladi. Ayniqsa 4-65 yoshdagi odamlar bugun e'tibor bermasa, ertaga pensiya, kredit, bank kartasi, kommunal va ijtimoiy to'lovlarda qiynalishi mumkin. 65 yoshdan oshganlar esa pensiya kartasi, qarzdorlik va tibbiy hujjatlarga alohida e'tibor berish kerak. Men sizni qo'rqitmoqchi emasman. Men sizga vaqtida tayyorgarlik ko'ring deyapman. Hujjatni bugun tekshirgan odam ertaga sarson bo'lmaydi. Qarzni bugun aniqlagan odam pensiya kartasi bloklanganda hayron qolmaydi. Stajni bugun to'g'rilagan odam pensiya yoshida o'z mehnatining haqiqiy natijasini oladi. Sizningcha eng katta muammo nimada? Pensiya stajidami, qarzdorlikdami, bank kartalaridami yoki hujjatlardagi xatolardami? Izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing. Yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki keyingi videolarda men yana shunday muhim masalalarni oddiy, tushunarli va amaliy tarzda tushuntirib boraman.